Bir yonbosh. Yonbosh bahasi. Birinchi gilam hakamlari bilan tanishtiraman. Marhamat. Bulardan keyin tayyorlanib turadi. O'rolov Ikrom, Sho'rchi tumanidan Karimov Mehroj, Sarasiyo tumanidan tayyorgarlik ko'rib tursin. Birinchi gilam hakamlari bilan tanishtiraman. O'rtada Manzura Tursunova, xalqaro toifali hakam. Yon hakam Muxtorov G'afur, sport ustasi milliy toifadagi hakam. Yon hakam sport ustasi Saidali Xo'ja Mahmudov, milliy toifadagi hakam. Marhamat. Marhamat sportchilar. Tanbeh suskurashganligi uchun ko'k yaktayli polvonimizga. Marhamat polvonlar. Kurashchilar bilan tanishtiraman. Birinchi gilamdagi ko'k yaktakda Sa'dullayev Uzun tumanida, yashil yaktakda Muradaliyev Sho'rchi tumanida. Aka mana shu kishini qo'yib oling aka, buni qo'yib o'tirsinlar aka. Qo'ymasa kerak. Chekiga olib o'tiradilarda. Obzor. Surxon obzor. Hariyadan onlar yaptı. Birinchi gilamga bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Normo'minov Termiz shahri, Toshov Muzrabot tumani tayyorgarlik ko'rsin. Telefon staka esimdan chiqibdi olish. Bir yonbosh. Yonbosh bahasi ko'k yaktakli kurashchi Sa'dullayevga berildi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, kurashda ogohlantirishlar bir xil bo'lsa, oxirgi ogohlantirish yutqizadi. Agar baholar ham bir xil bo'lsa, oxirgi olgan baho yutadi. Shuni inobatga olinglar. Birinchi gilamga vrach. Tibbiy xizmatdan foydalanish vaqti 3 daqiqa. Narsalaring bilan kenglar tibbiy xizmat xodimlari. Kurashchi Choriy va Komilajon Qurg'on tumanidan Yashilakdagi kurashchi Xonimqulova Termiz shahrida tayyorgarlik ko'rib tursin. Nazarboyev shohida Xo'roz va Feruza, Adasheva Ravzaxon Abdullayeva Charoz. Va uchrashuvda yashilakdagi kurashchi Ahmedov Javohir Ramazonova yarim finalga yo'llanma oldi. Ushbu Angor tumani polvoni. Yashilakdagi kurashchi sof g'alabaga erishdi. Yashilakdagi kurashchi Xo'roz va Feruza Samarqand viloyatidan. Ko'k yaktagli kurashchi Boynazarov, yashilakdagi kurashchi Qudratov. Bu uchrashuvdan keyin tayyorlanib tursin. Saydullayev Asad, Narzullayev Like bosmagan, like bosma. Asadlar. Razlar mana.
yashil yaktakli kurashchiga sust kurashganligi uchun. Tanbeh ogohlantirishi yashil yaktakli kurashchiga sust kurashganligi uchun. Halol. Qani bir chiroyli murosaka bir qarsak sharingizda, hurmatli kurash muxlislari. Rahmat sizlarga. Jazo. Hamid bora. Tez qolinglar. Ko'k yaktakli kurashchi Boynazarov, yashil yaktakli kurashchi Saydullayev, ko'k yaktakli kurashchi, yashil yaktakli kurashchi Narzullayev. Bu uchrashuvdan keyin tayyorlantirsin. Aymatov, Oltinsoy tumani, Ashurov, Sho'rchi tumani palonlari. Chala bahasi ko'k yaktakli kurashchiga. Hurmatli o'rtoqlar, Halol. Chala bahasi ko'k yaktakli kurashchiga. Bu uchrashuvda Saydullayev Asad g'alaba qozondi. Termiz tumani polvoni. obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosmaganlar like bosib qo'yaveradi. Langa bor. To'g'ridan to'g'ri mana Ushbu uchrashuvda ko'k yaktakli kurashchi g'alaba qozondi va yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Marhamat. Adasheva Ravzaxon Toshkent shahridan, yashil yaktakli kurashchi Abdullayeva Charoz Jarqo'rg'on tumanidan. Tayyorgarlik ko'rib tursin Akajanova Ibodat, Ahmedova Muslima, Jumamurodova Madina, Xonimqulova Tillo. Jarqo'rg'on tumanidan yashil yaktakdagi polvon Signamas. Ko'k yaktakdagi esa Toshkent. Tanbeh ogohlantirilishi yashil yaktakli kurashchiga sust kurashganligi uchun. Bu tomonda quyosh uryapti-da akalar. Bu tomonga o'tsam bo'lardi, lekin quyosh uryapti. O'shaning uchun bu tomonga qarab o'tib oldim-da. Videoda sal tiniqroq bo'lishi uchun harakat qilyapman. Video sifatli chiqsin deb. Bu tomonda Jazo. bu tomonga o'taman. Katta polvondan chiqsa, bu yoqqa o'taman.
tushadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Bizning kanalimizda Sanjar Media kanalida yangi videolarni ko'rib boraverasizlar azizlar. Chala bahosi Yashilakdagi kurashchiga. Tambek ogohlantirishi ko'k etkali kurashchi. Kurashchilar oxirgi 1 daqiqa kurashyapti. Kabi azizlar, bizni kantorona mehnatini qadrlab, like bosib borganlarga rahmat kattakon. Chala bahosi ko'k yaktagi kurashchiga. Yonbosh ko'kda. Bu uchrashuvda ko'k yaktagi kurashchi g'alaba qozondi. Tez tolun, tez yürü. Ko'k yaktagi kurashchi Hasanov, yashil yaktagi kurashchi Sodiqov. Bu uchrashuvdan keyin vazni plus 90 kg bo'lgan kurashchilar Husanov Abduzohid, Uzun tumani, Jandiriyev Shermuhammad, Ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Tayyorlanib tursin. Gilamda bor. Ushbu uchrashuvda yashil yaktagi kurashchi g'alaba qozondi va yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Hurmatli avtomobil ishqibozlari, mana sizlarga Surxondaryo viloyati bo'yicha eng arzon avto aksessuarlar sotiladigan do'kon topib qo'ydim. 1 million 100 ming so'mdan Cobalt'ga Stofarala. Qolaversa, Spark'ga ham bor, boshqa mashinalarga ham chiroyli turlardan bor, kelishtirib beriladi. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostida qoldirgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Surxondaryodagi eng arzon avtomobil zapchaslari mana shu do'konda sotiladi, azizlar. Ha, aytgancha Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilish esdan chiqmasin, chunki Surxon Obzor kanali obunachilariga chiroyli narsalarda chegirmalar qilib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.